oyoqdagi shish, hansirash, havo yetishmasligi, doimiy yo'tal bilan bizga murojaat qilib kelgan bemorimiz 10 kun davomida muolaja olgandan keyingi holati juda ham yaxshi o'zgarish bo'ldi. Mana bemorimizni o'zidan eshitamiz. Furqatjon topganimda rosa ham holatim chatoq edi. Men 3 kun mobaynida men endi oyoqqa turmasam kerak deb o'yladim, yo'q 3 kun mobaynida oyoqqa turdim. Agar aytyapman, menga o'xshagan bemorlar bo'lsa kelib shu Furqatjondan shifo topishlaringni so'rayman. Kelinglar, menga o'xshab yaxshi bo'lasizlar. Xudoga shukr, hozir rosa yaxshi bo'lib ketganman. Yurmaysiz edim, 1 yil yurmadim. Endi Xudoga shukr 3 kunda yurib ketdim. Mana 1 yildan beri holatim yaxshi. Ming rahmat Furqatjonga. Tan joylari sog' bo'lsin. Oldin shu kislorodda yurardingiz-a? Kislorodda yurardim. Kislorod ololmasam yurolmas edim. Hansirashim kuchaydi. Endi hozir hansirashlarim yo'q, oyog'imda shishlar yo'q. Xudoga shukr yaxshiman. Boshqa joylarda davolanganingiz haqida gapiring. Ha, rost. Boshlanishida ko'p klinikalarda davolanganman, lekin menga hech qanaqa anaqa bo'lmagan. O'zgarish bo'lmasdan, naborot qiyinlashgan holatga kelib, mana shu bolamda tuzalganman. Agarda siz va yaqinlaringizda oyoqda shish, hansirash, havo yetishmasligi bezovta qilsa, marhamat bizga murojaat qiling.